alaykum. Ko'rganingizdek bu obyektimizga har bitta oynani eshigiga alohida plyusi jaluzidan qo'yib berganmiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz bu blackout bo'ladi. Ya'ni oq tomon bo'ladi, orqasi ham oldi ham oq bo'ladi. 100% gacha quyosh nurini saqlab beradi. Vidini ham posteli bo'ladi, juda ham chiroyli. Bemalol mexanizmlarga ishlatganingizda bemalol tepadan pastga qolagan joyda qoladi. Tepadan pastga bemalol tushadi. Endi qaraylik buni. Ochayotganingizda mana bemalol ochasiz. Bu liqilab ketmaydi. Sifati ham yaxshi. Ibotga ham razujni. Buyoqdan kelsak mana qarang. Razujnoy bor, setkasi bor. Bitta olib qo'yiladi. Havo o'tib, ya'ni shu hasharotlar boshqa mayda-mayda narsalar tashqaridan ichkariga kirmaydi. Yana zo'r olib qo'yiladi mana. Ko'pchilik yana bitta narsasi bor. Moskitni ishi, razujnoy ishlatayotganda xato yo'l qo'yishadi. Bir xil mashlab ochib qo'yadi-da, keyin undan yopiladi. Bunaqa qilish kerak emas, ishlatayotganda. Ya'ni shu oynani shu ochganingizdan keyin bu narsani, ya'ni shu yopib qo'yasiz, ochiq ona qilib qo'yasiz, yopib qo'yasiz, razujnoyni keyin yopasiz. Qachonki sizga kerak bo'lsa, setga baribir oynani eshigini ochganingizdan keyin undan foydalanasiz. Bu shu holatda foydalanib bo'lmaydi. Shuning uchun ochganingizdan keyin razujnoyni ochib qo'yasiz. Bu tushunib turadi. Siz shu oynani eshigini ya'ni yopmoqchi bo'lsangiz, razujnoy to'g'ri yopib qo'yasiz. O'shanda gofralari ham zo'r turadi, ideal saqlanib qoladi. Yopdingiz, turdi, undan keyin eshikni yopasiz. Oddiy, o'shanda uzoq muddatga kачество bo'lib turib yetib keladi.